Aziz do'stlar, hozirgi kunda trendi estrada xonandasi mashhur Muhammadni biz to'y xizmatiga taklif qilib ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va bittadan like bosib qo'ying. Birgalikda bog'lanib ko'ramiz. O'zlarining telefon nomerlarini topdik. Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mashhur bek aka, biz taqib qo'ymadimmi aka? Bemalol. Aka, to'y xizmatlarini bilmoqchi edim, narx-navolarini. Vodiyga qanaqa bo'ladi? Bir rovmi, dejurmi sizga qarabda, qaysi joyda? Bir rov qanaqa yo aka, dejurniy qanaqa? Qo'qonga. Bir rov ham 1 soatga bo'ladi-da. Aha. Yarim soatdan 2 marta tushiladi. $800 bo'ladi. Dejurga 1,5 ming. Dejurga 1,5 ming. Bo'ldi, tushunarli. Aka, sizga erta yo indin telefon qilaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz bugun estrada xonandasi, aynan bugungi kunni hit taronani egasi mashhur Muhammadni o'zlari bilan bog'lanib ko'rdik. Ya'ni Vodiyga, Qo'qonga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi $800 qilib belgilangan ekan. Agar dejurni to'yini boshidan oxirigacha o'tkazib berish narxi $1,5 ming qilib belgilangan ekan. Mening fikrimcha juda ham chiroyli narx. Akani ijodiga omad tilaymiz. Bunaqangi hitlardan davomiy bo'lsin aka. Ijodingizni hurmat qildik, joningiz omon bo'lsin. Azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina. Yashnar Ziyo sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar.